Buni qayerga olib qochyapsiz? Uylanishga 25 yil qisqadirmay deb hozirdan topib qo'ydim. Kimdir ilintirib ketmasdan survoray bu yerdan. Nega bularga pul beryapsiz? Brat, agar suyunchi puli bermasam, abratni qilib yuborisharkan. Kredit olib bermayman endi. Endi tug'ildingiz-ku, qayerga ketyapsiz? Raddomdan deddomga ketyapman. Ota-onam suyunchi beraverib bankrot bo'lib surib yuborishibdi. Nega bo'yningiz uzun? Vrach oldin mol doktori bo'lgan shekilli kalla bilan oyoqni farqiga bormaskan. Endi ahvolni qarang, xuddi jirafa. Kim bo'lib ishlaysiz? Men radomda nomer 1 hay-haychiman. 1 minut hay-hay deyishim $100. Faqat zakazga chiqaman. Nima bo'ldi? Oyim tug'ayotgan payt qattiq kuchanivordilar shekilli, raketa bo'lib uchib ketdim. Doktorlikdan tashqari biznesingiz bormi? Bemorlarga fitflyonta dori yozaman. Soqqali joyi u dorilarni faqat meni aptekamda sotadi. Xatingizni o'zingiz tushunasizmi? To'g'risini aytsam, xatimni o'zim ham tushunmayman, lekin aptekaga olib borsa dori berishmoqda. Bemorga qisqa vaqtda borgan kuningiz? 10 sekundda borganmiz. Dashi o'zi kelgan, chunki probkada qolib ketgandik. Amaki, operatsiya yaxshi o'tdimi? Halokat o'zi bitta ukol uchun kelgan edim. Ana bu jinni esa oyog'imni kesib tashabdi.